Tushda o'zga sayyoralik ko'rishning ta'birlari. Noyob va g'ayrioddiy hodisalarga duch kelish. O'zga sayyoralik tushga kirsa, bu hayotingizda yangi va noodatiy narsalar sodir bo'lishidan dalolat berishi mumkin. Siz yangi imkoniyatlar yoki hayratlanarli hodisalar bilan to'qnash kelishingiz ehtimoli bor. Agar tushda o'zga sayyoraliklar bilan uchrashsangiz yoki ular sizga tahdid solayotgan bo'lsa, bu atrofingizdagi odamlar bilan aloqa qilishda muammo borligini yoki o'zingizni begona his qilayotganingizni anglatishi mumkin. Agar o'zga sayyoraliklar bilan do'stona muloqot qilayotgan bo'lsangiz, bu yangi bilim va tajribalarni o'zlashtirishga tayyor ekanligingizga ishora bo'ladi. Ba'zan o'zga sayyoraliklar tushda qo'rqinchli yoki tahlikali shaklda namoyon bo'lishi mumkin. Bu hayotdagi noma'lum narsalardan yoki kutilmagan voqealardan qo'rqayotganingizni ko'rsatishi mumkin. Agar siz ijodiy odam bo'lsangiz yoki fantastikaga qiziqsangiz, bunday tushlar ongingizni faol ishlayotganini va yangi g'oyalar paydo bo'lganini anglatadi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.